Assalomu alaykum, hurmatli Ishtixon baraka uylarning obunachilari. Bugun biz aynan Qoravoylidan joy izlab yurganlar uchun Qoravoyli mahallasi Navro'z ko'chasi, ya'ni Oqqushdan bitta ko'cha bu tomonda joylashgan umumiy maydoni 3,5 sotuvga qurilgan korobka holatdagi xonadonimizni video obzorini e'tiboringizga havola qilyapmiz. Xo'p, ko'rib turganimizdek, aytib o'tganimizdek, ana asfalt ko'cha. Chegaramiz mana bu yerdan boshlanadi. Xonadonimizning egasi, ya'ni aynan mana shu joyni egasi Toshkent shahrida istiqomat qiladi. Bu yerda endi shu vaqtda kelib, qanaqadir bir chiroyli bir maskan qilib qo'yaman degan maqsadda o'zi uchun qurayotgan joyiga aynan mana shu Ishtixon barakali uylar va Ishtixonliklarda musofirda yurgan yurtdoshlarimiz Qoravoylidan yer izlab, joy izlab, korobka holatdagi uylar bo'ladigan bo'lsa ham mayli deydiganlar uchun aynan sizlar bo'lib joyda tavsiya qilyapti. Xo'p, endi umumiy 3 ta xonadan iborat, katta kengish 3 ta xonadan iborat. Aytib o'tganimizdek, mana bu yerdan kirish hodi bo'lgandan keyin, darvoza bo'lgandan keyin bemalol mana bu yerdan oshxona sifatida foydalanib, oshxona ko'tarib olsa bo'lar ekan. Mana bismillahirrohmanirrohim, mana bu yerdan zina bo'ladi. Undan oldin bitta narsani ko'rsatib o'tmasak bo'lmaydi, chunki biz har doim kelganda birinchi avvalo uy bilan tanishib chiqamiz, qanaqa holatda, nima holatda. Beton, ya'ni o'sha podvol qismidan boshlaydigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek, mana bu yer operator ko'rsatib o'tingda bu. Mana armaturalarda juda katta qalinlardan qo'ygan ekan. Betonimizda deyapti, mana u podvolni qozishdan ham o'sha ichkariga o'sha yarim metr, 1 metr kirpik qilgan, yoki ham pastga ham quyilgan. Va situatsiya aylanish, ya'ni shamol tizimi juda ham chiroyli qilib yo'lga qo'yib qo'yilgan, ya'ni o'sha ikkita portga, ya'ni deraza qo'yib o'tilgan arqa tomonda. O'sha uyda orqa qismida ham joyimiz bor. O'shaning uchun havo aylanish sistemasi juda ham yaxshi ishlaydi degan maqsadda ikkita nima qo'yilgan. Xo'p, endi betonimizni ko'rib turibsizlar, tepa qismini, patolog qismini ko'rsatib o'ting. Tepa qismi ham moshina qilib qo'yilgan. Endi shu olgan odam maza qilsin degan, endi lekin aynan aytib o'tganimizdek, o'zi uchun qurgan ekan bu joyda. Niyat qilib chiroyli bir odam boyagi kimgadir biror narsa qilmoqchi bo'lsa, qo'l uchida qilinishi ko'p holatlarda uchraydi, lekin bu yerda aynan o'zi uchun qurgan ekan. Xo'p, koridordan kiraverishda mana o'ng tomonda katta panorama oynaga ega. Bitta detskiy desak ham bo'ladi endi. Detskiy xona. Bu yerdan o'tamiz. Bu yerda mana bitta spalniy xona, ya'ni o'sha kattalarga bitta xona joylashgan. To'g'risini aytadigan bo'lsak, yozgi kuni borib, juda ham moshina borki, salqin havoli. O'sha konditsioner shart emas. Moshina cho'tkani ular ekan. Tepalarni ko'rsatib o'ting, qanaqa akkuratniy qilinganligini. Mana bu yerda bola xonasi bor ekan. Oddiy tilda aytganda o'sha nima deydi? Nima deyiladi bu? Cherdak. Bu dushovoy kabinasi bo'lsa kerak, adashmasam. Orqaga ham xod bor ekan, ya'ni orqaga chiqib ketishga ham. Mana orqani bitta ko'rsatib o'taylik-da. Hurmatli operator. Mana orqada ham o'sha 1 metrdan ziyodroq joyimiz bor. Mana bloglarda ko'rganingizdek, mana zaborni o'zini juda ham mehr bilan tergan ekan, to'g'risi. Mashina qilib terilgan. Qo'l uchida prosta taka, orqadagi joyim-ku deb terib ketilmagan. Umuratimiz 100% pishgan g'ishtdan. Materiallari ham juda ham chiroyli, yaxshi qilib qilingan. Sifatli materialdan foyda. Bu yer endi mehmonxonamiz, katta bir kengish zal, ya'ni o'sha yana hovliga qaragan o'sha panorama oynaga ega. Orqa tomonga ikkita romga ega. Kengish bitta xonamizga deta bu 4 metrga 8 metrlik katta mehmonxona. Bu yerda 30 kishilik bemalol tadbirchilarni ham o'tkazib olsa bo'lar ekan. Endi narx-navosiga keladigan bo'lsak, bu yerda, bu joyimizda, korobka joyimizda narx-navosi qanaqa, nech pul deganlar uchun narx-navo endi pastda nomerlarni qoldiramiz, o'zini mana shu joyimizda egasini nomerlarini qoldiramiz. Agar kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelib, o'zlaringiz ham shu ko'rishlaringiz mumkin. Bunga hech kim to'sqinlik qilmaydi. Va bemalol kelib bu sohani, ya'ni o'sha uy sistemasini, qurilish sistemasini, umuman uyni qiymatini tushunadigan odam o'sha keladi, bittada ko'rib o'sha narxini chiqara oladi. Demoqchi bo'lganim, hozirgi aytadigan narximiz kimgadir balkim, bu bitta korobka uyga ham shunchami deyishlaringiz mumkin, lekin aytib o'tganimdek, kimdir agar tushunadigan odam bo'lsa, menimcha misol uchun rasxod qilib qo'yadi. Bu yerni ko'tarishga ham o'shancha rasxod qilib qo'yadi. Xo'p, lokatsiyasini yana tushuntirib o'tamiz. Ishtixon shahri, Qoravoyli mahallasi, Navro'z ko'chasida joylashgan umumiy maydoni 3,5 sotuvga barpo qilingan korobka uyimizda, ya'ni 100% pishirishlardan betonlar moshina qilib quyilgan. Dokumenti toza, gaz svetdan, suvdan muammosi yo'q joy.
trendovый joy va albatta narx-navolari ham Qaro'ylarda bilsalaringiz, misol uchun 5,5 ming, 6 ming, 7 minglik joylari ham chiqyapti. O'shaning uchun pastda egasini nomerlarini qoldiramiz, bemalol bog'lanib, baraka qilishga shoshilish kerak. Umumiy qiymati, xullas bir so'z bilan aytganda, 55 ming dollar deyishyapti. No, lekin degan joyi bor. Biz barakali uylar jamoasining nomidan chiqyapmiz yoki Shodiyor Baxtiyorovich nomidan chiqyapmiz. Yoki-da bo'lmasam o'sha aynan bizga mana shu joyingiz ma'qul bo'lyapti, kelishtirib berasizmi deganlar uchun aynan pastda nomeri, bemalol o'sha baraka so'zlar bilan baraka qilishga shoshilish kerak. Pastda nomerlarni qoldiramiz. Albatta bemalol telefon qilib gaplashsanglar bo'ladi va albatta kelishtirib beradi. Endi misol uchun aytilgan narx otilgan o'q emas hech qachon. Bu savdo, kelish kerak, gaplashish kerak brat bilan. Balkim Toshkentda qanaqadir bitta uyingiz bordir, Toshkentda domingiz bordir. Endi bilmaymiz, bizga bu ma'lumotlar berilmadi. Balkim barterga o'ynar, balkim mashiningiz bordir, balkim boshqa narsa. Kelish kerak, hangamachasini qilish kerak. Ma'qul bo'ladigan bo'lsa, balkim akamizga ham sizni qanaqadir takliflaringiz ma'qul bo'lib qolsa, ajab emas, misol uchun baraka qilib yuborsa. Sizlar bilan Shodiyor Baxtiyorovich maxsus Ishtuxon barakali uylar jamoasi Qaro'ylidan yarim 50% bitgan joy bo'ladigan bo'lsa olaman deganlar uchun bu videomiz maxsus tayyorlandi.